O'zbekiston teleradio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Tabassum shaydolari. Assalomu alaykum. Tabassumni doim sevib tinglaydiganlar. Sizni qalbingizni shod etish maqsadida kulgu va shodlik ulashishni boshlaymiz. Marhamat, Tinglang. Xo'sh, endi men sizlarga Pifagor teoremasini isbotlab beraman. Haligi ustoz, kerak emas. Urinmang. Haligi o'zingizni qiynab o'tirmang. Biz sizga ishonamiz. Ha. Boshliq kotiba qizga o'shqirdi. Bu qanday gap? Derazalarni lang ochib, bamayli xotir uxlab o'tiribsiz. Doktor menga ochiq havoda uxlashni tavsiya qilgandi. Tabassum davom etadi. Metroda. Ertalab odatiy vaqtda ishga yo'l oldim. Metroga tushdim. Platformada turibman. Poyezdni kutyapman. To'g'risi, bugun uyqu kam bo'lgan. Yarim uyqusiragan, yarim hushyor holatda nigohlarimni bir nuqtaga qadagancha xayol surib turibman. Kattakon sumka ko'targan bir otaxon xayolimni bo'ldi. Bolam, Navza bekatiga borish uchun shu tomondan poyizga chiqamanmi? Assalomu alaykum. Ha, otaxon, shu tomonga chiqasiz. Shu tomongami? Ha. Rahmat bolam. Nevaram talaba. Shuni ko'rishga kelayotgandim. Metroga tushmaganimga ancha bo'lgandi. Bolam, sen ham shu tomonga chiqasanmi? Ha, chiqaman. Juda soz. Mabodo esimdan chiqsa, aytib yuborarsan. Bo'ldi ota. Xavotir olmang. 2 bekatdan keyin Navza bekati bo'ladi. Rahmat bolam. Otaxon shunday dedi-da, bir zum mening nigohlarimdan nari ketdi. Men nigohlarimni bir nuqtaga qadagancha yana xayollarim bilan band bo'ldim. Ha, qishloqdan kelgan otaxon ekan. Bunday odamlarga yordam berish ham zavqli, ham savob bo'ladi. Shu vaqt poyezd kelib qoldi. Eshiklar ochildi. Vagonga kirdik. Yoshlar cholga darrov joy berishdi. Rahmat bolam. Men unga qarama-qarshi tomonda bo'sh turgan joyga borib o'tirdim. Tik turgan odamlar orasidan bir ko'rinib, bir ko'rinmayotgan otaxonga qarab qo'ydim. U katta sumkasini yoniga qo'yib, xotirjam o'tirardi. Men shu yerdaman bolam, shu yerda. Xuddi shunday deganday bo'lardi. Men nigohlarimni bir nuqtaga qadagancha yana xayol sura ketdim. Poyezd to'xtadi. Diktor qiz Navza bekati deb e'lon qildi. Eshiklar ochildi, odamlar chiqdi, boshqalari kirdi. Tik turgan odamlar orasidan mo'ralasam, ko'zim haligi katta sumka va cholga tushib qoldi-ku. Qishloqning sodda qariyasi deya odamlar orasidan bosh suqib baqirib qoldim-ku. Otaxon, nima qilib o'tirsiz? Axir bu sizning bekatingiz-ku. Nima? Menikimi? Voy. Shurvaringlar, qanaqa odamsizlar? Odamni namicha turtar. Otaxon jon holatda sumkasini ko'tarib, odamlarni urib surib, endi yopilayotgan poyezd eshigidan tashqariga o'qday o'tirib qoldi-ku. Bir ikkita vagonga kirayotganlarni ham tashqariga surib ketdi. Ammo ulgurdi. Qoyil, chaqqon cho'l ekan. Men o'zimdan mamnun holda vagon derazasidan platformaga qaradim. Haligi chol atrofga olazarak boqib, boshini sarak-sarak qilib bir nimalar deb
qo'l sirtardi. Xayriyat ulgurdi deb yana nigohlarimni bir nuqtaga qadab xayol surishni boshlay deganimda tik turgan odamlar orasidan ko'zimga yana bir katta sumka ko'rindi. Voy, sal bo'ynimni cho'zib qarasam, haligi chol pinoq qilib boryapti. Men boshqa bir cholni bekatga chiqarib yuborgan ekanman. Sekin o'tib cholni uyg'otdim. Otaxon, voy namuncha uyquchi bo'lmasangiz, bekatingizdan o'tib ketdingiz-ku. Yaxshi. Nima? Uyg'onmadimmi? Yo'q. Qarilik ko'rsin bolam. Hech qisi yo'q. Keyingisidan orqaga qaytib olarman, ha? Ota, shunday qiling. Endi hushyor bo'ling. Bo'ldi. Endi uxlamayman. Ha, ota. Maylimi? Men ham sizdan bir narsa iltimos qilsam. Mayli, bajonidil bolam. Ayt, nima istaysan? Orqaga qaytib, Novza bekatida xuddi siznikiga o'xshagan sumka ko'targan otaxonni ko'rsangiz, unga mening uzurimni yetkazib qo'ying. Ha, xo'p, yetkazib qo'yaman. Afandi latifalariga navbat. Marhamat, tinglang. Bir kuni afandi go'sht olib keldi. Xotini undan so'radi. Nima ovqat qilay, apandim? Ey kampirim, bilmayman. Bu qanaqa ovqatga yarasa, o'shani qila ber. Xotini go'shtni qo'liga olar ekan, suyunib. Qo'y go'shti yaxshi narsa-da. Undan hamma narsani pishirish mumkin. Unday bo'lsa, Dedi afandi. hamma narsani pishira ber. Nima? Afandi tez xotini bilan arazlashib turar. Har arazlaganda xotini, o'g'li yoki qizi uni topib, yalinib, yolvorishib olib kelishardi. Bir kuni u arazlab boqqa kirib bekinib oldi. Xotini bolalariga bunday dedi. Unga qanchalik yalinsak, fe'l atvori shunchalik ayniyapti. Qidirgani hech yerga bormanglar, xo'pmi? Xo'p. Bo'ladi. Afandi kechgacha kutdi. Uni istab hech kim kelmadi. Qorni och bo'lsa ham uyga kirib borishga g'ururi yo'l qo'ymadi. Shu choq poda o'tloqdan qaytib qoldi. U yoniga hech kim kelmasligiga ishongach, sigirni dumidan ushlab, u bilan uyiga keldi. Xotini bolalariga ko'zini qisib, afandidan so'radi. Voy, dadasi, axir arazlab ketgan edingiz-ku. Nega keldingiz? Uyingga o'lsam ham kelmasdim. Ko'rib turibsan-ku, sigir meni sudrab keldi. Tabassumda hajivchi Orif Farmonning navbati bilan hajviyasini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, navbatsiz tinglang. Navbati Shu qurib ketkur navbati bilan kim o'ylab chiqargan ekan, ha? Qayerga borsang, peshonangga navbati bilan to'qillatishadi. Ertalabdan boshlab eshitasan, to uyquga yotguncha. Birodar, navbati bilan chiqing, ha, shundoq bo'lsin. O'sha kungi ertam shunday boshlandi. Konduktor, bitta bilet berib yuboring. Shoshilmang azizim, navbati bilan Javob berdi konduktor. Manzilga yetib borib, endi avtobusdan tushayotgandim, yana o'sha gapni eshitdim. o'rtoqlar, tiqilishmay navbati bilan tushsalaring-chi. Pastga tushib papiros chekmoqchi edim, gugurtim qolmabdi. Magazinga kirdim. Odamlar navbatda turishibdi. Kel, bitta gugurtga ham navbatmi? Shundoq olib qo'ya qolay deb o'ylab pul uzatmoqchi bo'lib tursam, tag'in o'sha so'zga ro'para qilishdi. Qani. Grajdanin, navbatingiz. Men bitta gugurt olaman xolos. Menga desa hech narsa olmang, biroq navbatga turing. Ha, navbatga turing. Navbatingizni biling. Bo'ldi.
bitta gugurt uchun yarim soat navbatga turdim. Ammo oradan ozgina vaqt o'tmay yana navbatga turishga to'g'ri keldi. Bir magazinda importli tufli sotilayotgan ekan. Naq yonardi tuflisi qurg'ur. Ustidan chiqqanimga yarasha bir juftgina olmasam bo'lmas deb o'ylab navbatga turdim. Yaxshi narsa bo'lsa kerakki, odam juda ko'p. Tushgacha qoqqan qoziqday navbatda turdim. Bir payt shovqin so'ron bo'lib qoldi. Qani? Navbat olmaylar, biz ham odammiz. Mening navbatim. Tugadi. Voy, shuncha turdik-ku. Janjal rosa avjiga chiqayotuvdi. Sotuvchining tufli tugadi deganini eshitib, hamma jim bo'ldi qoldi. Biroq yana g'ala-g'ovur ko'tarildi. Navbatsiz turmaylar. Kelib navbatim kelganda tugaydimi? Bo'ldi. Lekin nima ham qilib bo'lardi? Birov xursand, birov xafa tarqalishdik. Jahldan g'ippa bo'g'ilib kelayotsam, bir do'stim uchrab qolib, hol ahvol so'raydi. Ya, ko'rinmaysan do'stim, yaxshimisan? Uyga ham bormay qo'yding, ha? Do'stim hol ahvol so'rayapti-yu, mening quloqlarim ostida haligi la'nati navbati bilan jaranglab turibdi. Uyga borib turgin, baraka topkir. Hozir ta'tildaman, xo'pmi? Xo'p. Navbati bilan boramiz, javob berdim men. Nima deysan? Shunaqa boradigan joylaring ko'pmi? Navbati bilan. Olasan. Butunlay bo'lmasa ham navbatni buzmaslik kerak-da, jo'ra. Xo'p, mayli. Shoshilib turdim. G'alati bo'lib qolsan, navbat deysan. Bo'pti, xayr. Avtobusga chiqib yana 100 marta navbati bilanni eshita bekatimizga yetib oldim. Endi avtobusdan navbati bilan tushib tursam, sevgilim Nafisa ushlab qolsa bo'ladim. Unga va'da berib qo'yuvdim-ku. Ay! Salom. Mo'min aka, kinoga bormoqchi edik. Yo o'zingiz ko'rib kelyapsizmi, a? Yo'q. Nimalar deyapsiz, azizam? Boramiz navbati bilan. Faqat haligi Voy, hali mendan boshqalarni ham. Nafisa yig'lab yubordi. Uni yupata boshladim. Nafisa, yig'lamang. Shoshmang. Keling, navbati bilan yig'laylik. Hozir mening o'pkam to'lib turibdi o'zi. Avval navbati bilan yig'lashdik. Keyin kulishdik. Bu voqeaga ancha bo'ldi. Ko'p do'stlarimga navbati bilan aytib berdim. Bugun esa navbat sizlarga edi. Tabassumda qatra hamdalar. Marhamat. Og'ayni. Hammomdan chiqdingizmi, ha? Majlisdan. Nima? Taqsir, Labay. boya siz ko'p suv qilgan bemor bir ko'zini ochibdi. Duoning sharofatida jiyan. Keyin umrbod ko'z yumibdi. Xudoni inoyatida jiyan. Nima? Vaganbardor. Menga bergan xonalaring boshlig'imiz yashayotgan xonaning shundoqqina tepasida. Yo'q-a? U xonada yashasam, o'zimni boshlig'imdan yuqori qo'ygan bo'lmaymanmi? Yo'q, bo'lmaysiz. Shuning uchun menga birinchi qavatdan joy berishingizni so'rayman. Nima? Aziz Tabassumning qadrli tinglovchilari, sizlarga shodlik va quvonch tilab xayrlashamiz. Sizlarga tabassum ulashganlar. Muallif Sherali Hojiyev, rejissor Gulchehra G'iyosova, Ovoz operatori Sevara Yunusova, qatnashganlar Boir Xolmirzayev, Sanobar Qodirova, Dilshod Soliyev, Shohida Soliyeva,
Farhod Xudoyberdiyev, Nigora Saydaliyeva, Ahmadjon Mirzayev. Dasturni Abdumaruf Qodirov bilan Sherali Hojiyevlar olib borishdi. yana havo mavzularida g'oyibona ko'rishguncha Xayr.